Sivilizatsiyalar yuzasidan ikkilanishlarim rosa ko'p edida. Boshida birinchi praktikaga borganimda ham aytganman. Endi menda shablonlar bo'lgan-ku mavjud qanaqadir. Men shu narsani tushundim. Mana shu 4 kun davomida buni Yetipirda, Samarqand triplarida ham anglagandim, lekin qalb ochilganda haqiqiy soflikni ko'rganingizda tushunarkasida bu narsani ko'proq. Sivilizatsiyalarga bo'lgan ishonchim aynan bu poliyadagi holatga, sizni kuratorlaringizga bo'lgan ishonchim 100% ga chiqdi pastda demoqchiman. Chunki men masalan shuni angladimki, как будто bizni yuqoridan otib yuborganda bitta kristallida biz loylaga qorishib holatga kelib qolgan ekanman. Shaxsan o'zimda-da. Endi bu tozaloqlarda mana 4 kunlik praktika davomida shu loyla, qotib qolgan hamma narsalar, shablonlarim yechilib haqiqiy soflik, haqiqiy qalb, haqiqiy ruh, haqiqiy yaratuvchi holati, kristall shunaqa sof narsa ekanmizda o'zi aslida. Shuni ochib berishayotgani, ularni bizga berayotgan yordami, o'sha men his qilganlarim shuncha sivilizatsiya bizni kuzatib, bizni podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab, aynan bizni sofligimizni ochish uchun harakat qilganini tushundimda. Bu juda katta anglash, ishonch berdi menga ko'proq. Kelardim, ishonch bo'lardi, ikkilanish bo'lardi, lekin bu safar haqiqiy mana qalb ochilganda his qilarkansizda bu narsani. Ungacha urdi bundoq. Yana matrisaga borganingizdan keyin, ma'lum bir vaqtdan keyin, ma'lum bir jarayonlardan keyin har xil holatlar bo'lishi mumkin. Po'minsiz, sinovlarda ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Поэтому bu narsaga ham esingizdan chiqarmasdan e'tibor beraveringlar. Rahmat. Shu narsani ichimdan aytgim keldi-da, prosta. Благодарю jonim. Ishdan oldin o'zimda og'irlik bor edi. Shuni his qilardim. Ozgincha ishonchsizliklar ham bor edi. Abidalar ko'p edi. Hozirgi moment holatimda shu 4 kun davomida bo'lgan protsesslarda o'zimda bir 30% yengillikka o'zgarishlarni his qildimda. Yengillik, ishonch, sevgi, masalan, turmush o'rtog'imga nisbatan abidalarim rosa ham kuchli edi. Pretenziyalarim ko'p edi, qarshiliklarim, ichki noroziliklarim. His qildim. Qanchalik darajada yopganingizni his qildingiz? Где-то 70-80% yopdim. Отлично. Фиксируйте все, это все hammaga tegishli. Oilamga bo'lgan mehri, men o'ylardim-da, как будто men ruhman, alohida ruhman, men o'zim rivoj yo'limda ketishim kerak. Masalan, farzandlarim uchun men ona sifatida должен bo'lgan majburiyatlarimni qilsam bo'ldi. Ular o'zini yo'lini topib, ruh sifatida o'zi rivojlanib harakatini qiladi. Dirdimda ozgina anaqa bo'lib qolgan ekanman. Shuni tushundimki, aslida ularni yaxshi ko'rishimmi, haligi oilaviy mehr bo'ladi-ku. Bir butunlik oiladagi mehr, shu narsalarni bu joyga kelganda anglab yetdim. То есть qalbingiz ochilindi aslida olganda-da. Qanchalik darajada qalbingiz ochildi deb his qilyapsiz? Как есть? 60-70% ochildi. Yumshoqlik, mayillik, mehr, oldingi holatingizda, oldingi holatimda. Shularni ancha his qildim. Благодарю jonim.